Hammaga salom, mening ismim Kompot va bugungi videoda biz millionerni 7 xil usulda o'ng'arishini ko'rib chiqamiz. Unda videoga like bosib kanalimga obuna bo'ling. Xo'p, unda videoga like bosib kanalimga obuna bo'lgan bo'lsangizlar, men birinchi usulni ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, qaranglar, unda birinchi usulimiz shundan iboratki, mana bu yerda ahralar ham turibdi. Millioner hamma qishloqni sotib oldi-da, ya'ni birinchi usul millionerni o'g'irlaymiz hozir. Xo'p, ahralar nima gaplar? Tinchmisizlar? Nima gapsan Kompot? Nima qilyapsan bu yerda? Manga nima ishinglar bor? Senlar o'z ishlaringni qilsanglarchi. Yo, manaman, hamma qo'llaringni ko'tar, otaman. Kompot, otma meni. Oilam bor, bola chaqam. Aha, bo'ldi unda. Men millionerni oldiga. Millioner, qo'lingni ko'tar, kallangga o'yog'im. Yo'q, Kompot, otma meni, millioner. Yo'q, otaman seni. Agarda menga pullaringni hozirroq bermasang, men seni otib o'ldiraman. Tez chiqar pullarimni, asabimni buzma, tez bo'l. Tez chiqaryapman. Pullar qani? Pullarni ber menga. Tez bor, asabimni buzma meni. Mana, ol, millioner, ol. Tezroq tasha. Ey, men asabimni buzyapsan sen. Ko'proq tasha menga. Ol, mana Kompot, ol, istagani qil. Mana menga kutgan pullar. Xo'p, hammasini olaman men. Sen esa quruq qo'lsiz qolasan, millioner. Tushundingmi? Bo'ldi Kompot, o'zing istaganingni qil. Aha, bo'ldi, shundoq ham o'zim istaganimni qilaman. Mana olinglar sizlar ham mani davrimda kayf qilinglar. Voho, ko'rdinglarmi bolalar, obunachilar? Shunday qilib men birinchi usulni ko'rsatib berdim. Endi bugun ikkinchi usulni ko'rsatib beraman. Ikkinchi usulimiz shundan iboratki, ikkinchi usulimiz ya'ni yer tagidan kirish usuli. Ko'rib turganingizdek, menda kirka va lapatka bor. Ko'rib turganingizdek, endi biz buni yer ostidan kiramiz va pullarni olib chiqamiz. Xo'p, millioner nima qilyapti ekan? Kuzatamiz biroz. Millioner mashinasini oldida qo'riqchilar bilan, ya'ni ahramlar bilan o'tiribdi. Qachay jitel yalanga yo'g'im. Bu yerda endi xo'p, uyga kirib olamiz va bu yerdan pastdan menimcha to'g'risan chiqish kerak-da. Menimcha shunday qazsak, shappa qo'yib olamiz bularni. Tezroq qaziymiz va menimcha shundan to'g'risidan chiqadi deb o'ylayman. Qani, xo'p. Wow, mashinani olib qochamiz bugun obunachilar. Mana menda pullar ham bor. Xo'p, mashinani olib qochamiz millionerni. Shuning uchun bu ikkinchi usulga qo'yildi obunachilar. Sizlar esa videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar obunachilar. Xo'p, endi men sizlarga uchinchi usulni ham ko'rsatib berishim kerak obunachilar. Xo'p, unda obunachilar, uchinchi usulimiz qarab turinglar. Xo'p, men mana shu yoqqa shuni otib olaman. Xo'p, asta sekin qazib olaman. Bu yerni ham millioner mana shu yerda. Millionerni hozir obunachilar o'ng'aramiz. Sekin astalik bilan. Xo'p. Endi millioner menimcha kirolmaydi. Xo'p, bu yerda qaysini mana o'ng'arsam ekan, mana seyf kaliti. Mana obunachilar, ochib oldim seyfni ham. Xo'p, ana bularni olamiz, tezroq bunisini ham olamiz, seyfni ichidagi pullarni olamiz. Qarorchi, men boyman obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Qarorchi, men sizlarga mana 3-usulni ham ko'rsatdim obunachilar. Xo'p, mana obunachilar, ko'rib turganingizdek, endi 4-usulga ham keldik obunachilar. 4-usulda men shu narvonlar bilan sizlarni ko'rsatib beraman. Xo'p, millioner tepada menimcha qo'riqchilar meni ko'rmayapti. Asta-sekinlik bilan chiqib olamiz. Xo'p, chiqdim obunachilar birinchi etajga. Bu yerdan ham eshikni yopib, ikkinchi etajga chiqib olishim kerak. Yo'q, pastganmikan millioner qayerda ekan? Menga millioner nima qiziq bor? Menga what the fuck obunachilar, noyob buyumni olish kerak obunachilar. Bu qanaqa buyum ekan? Menimcha ko'rinishda noyob o'xshayapti. Buni ham olaman obunachilar. Har holda hamma narsaga qarshi olish kerak buni ham. Mana o'rniga narvonni qo'yib qo'yamiz. A'lo turibdi obunachilar. Xo'p, bo'ldi, menimcha biz bu uydan ham o'zimizga kerakli narsani ham oldik. Endi men sizlarga obunachilar 5-usulni ham ko'rsatib beraman.
Xo'p, unda obunachilar sizlarga 5-usulni ko'rsatib beraman. Xo'p, unda yerni qazib boshlaymiz va pullarni ham o'ng'iramiz millionerni. Xo'p, hozir ko'rib turganinglardek, xo'p, yerni qaziymiz va millionerni o'sha oltinlarni, pullarni ostidan chiqishimiz kerak. Meni hisob-kitoblarim bo'yicha chiqishimiz kerak. Xo'p, obunachilar bu yerda ham qaziymiz. Sizlarga qorong'u bo'lyapti menimcha. Men lekin what the fuck ko'ryapman. Tak, bo'ldi. Obunachilar hisob-kitoblarim to'g'ri chiqdi. Mana shu yerga sandig'ning tagiga shunday pul qo'yamiz. Endi shu pullar shunga o'tadi. Ozgina kutsak bas obunachilar va bu yerda sandiq yo'q ekan. Bu yerda esa bitta blokini olamiz va bunisiga ham qo'ysak tezroq tushishi aniq obunachilar. Xo'p, tak, mana shu yerga to'planadi. Kelgan pullar, sandiqdagi pullar mana shu yerga to'planadi. Qanday genialniy g'oya obunachilar. Endi men sizlarga 7-usulmidi, 6-usulmidi, tak esimda yo'q obunachilar. Kim esda bo'lsa, kommentariyaga yozamiz. Xo'p, короче, usullarni ko'rsataman. Tak, usulimiz bu usulimiz. Shu yerga shuni qo'yamiz va bu yerda mana bankomat hosil qilamiz. Kichkinagina bankomatcha bo'ladi bu yerda. Xo'p, yaxshi. Va bu yerda ichiga turib olamiz. Bu yerda keyin xo'p, mana shu yerdan xo'p, hozir bu yerdan nima qilsam bo'ladi? Tak, o'ylash kerak. Mana millioner kelyapti. Millioner ham ko'rindi, lekin obunachilar millioner ko'radida mana shu yerga bankomat qurilibdi deydi-da, mana shu yerdan foydalanadi pullari ham. Lekin menga tushini bilmaydi pullari. Tak, millioner keldi. Millioner ishlashyapti. Sekin-sekin astalik bilan gapiramiz. Xo'p, millioner tag'in meni eshitib qolmasin obunachilar. Xo'p. Qani bo'ldimi? Ishlatdimi? Mana kartasi millionerni obunachilar. Millionerni kartasi. Obunachilar, millioner kartasi. Buni ichida qancha pul borligini bilsanglar kerak. Mana pullar obunachilar, mana. Endi tezroq qochishimiz kerak. Obunachilar, qoch, millioner ko'rmasin, qoch. Apa buvingni qoch. Meni obunachilar, ana buni ham o'ngardik obunachilar. Xo'p, endi men obunachilar keng usulni o'rgataman sizlarga. Xo'p, endi bu usulimizda obunachilar, xo'p, ko'rib turinglar. Bu usulimizda shularni kiyib olamiz. Xo'p, obunachilar, men qo'rqchiga o'xshadimmi qoldim. Tak, assalomu alaykum janob millioner. Va alaykum assalom. Sen kimsan yana? Men yangi qo'rqchingizman. Qo'rqchingizga oylik to'lashingiz kerak ekan. Qanaqa oylik? Men seni tanimayman-ku. Men yaqinda kelganman-da, shuning uchun tanimaysiz. Xo'p, yur unda, tashqarida pul to'layman senga. Ha, bo'ldi janob millioner. Tak, to'lang endi. Mana, ol. Mana tashlayapman-ku. Tashamayapsiz-ku. Mana tashlayapman-ku. Ol qani. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, mayli janob millioner, ko'rishguncha. Qayerga? Obunachilar ishondi menga. Endi oxirgi usul qaranglar. Tak. Sadaqa qiling janob millioner, sadaqa qiling. Janob millioner, bomishman, sadaqa qiling. Kallangizga yo'g'am, sadaqa qiling. Sadaqa bomishlarim ko'payib ketdi-ma, ol. Bo'ldi janob millioner, rahmat sizga. Obunachilar. Mana obunachilar, millionerni videoni boshida aytib o'tganimdek 7 xil usul bilan o'ngardik. Sizlar esa videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Kompot va bugungi videolarga shulardan iborat edi obunachilar.